Assalomu alaykum do'stlar. Qo'qon Boboshbek bozori do'stlar. Yakshanba, chorshanba kuni Ozonda 3 ta ochilyapti. Bilamiz, 1-sinfdan 6-sinfgacha 20 ming so'm desa, 20 ming so'mdan ekan do'stlar. Rasvetkalarni ko'rishyapti. Har xil. Endi gulida farq qiladimi bular? Gulida farq qilar ekan do'stlar. Nomerigacha qo'yib ketaman. Bemalol faqat pachka olmoqchi bo'lsalaring, maktab payti keldi do'stlar, sezoni. Olib bemalol sotaverasizlar. Donaga yo'q do'stlar. Kelsa bormi donaga? Yo'q, faqat pachka. Pachkada 3 ta bo'ladi bu. Pachkada 3 ta bo'ladi o'zi. Har xil qilib gulini olaverasizlar 20 ming so'mdan. Nomeringiz nechi? 93lik 94lik 937 4700. Shu nomerga bemalol faqat pachka olmoqchi bo'lsangiz telefon qilinglar. Lakasi so'rab, bozor kuni so'rab telefon qilmanglar. Lakasi kerak bo'lsa, kommentariyaga Telegram silkasini qo'yib qo'yaman. O'tib bemalol kelaverasizlar do'stlar.